mahallalari. Yüklab qaytdik, xudo xolasa Germaniyaga qarab ketyapmiz. Butiler, kamper xolalar. Burası içerideyken bu yük bir 50-60 kilometre mahallelerden ötüp endi yüklab chiqyapman. Kecha boruvdim, yuklashmadi. Buni yopamiz. Kech qoldim işte. Bugün yuklashdim, yana qaytib На ketdim. кольцевой развязке используйте второй выезд. Temir yuklashdim. Hali granula qilib maydalangan mis qopda ekan. Shunaqa qilib misni ham maydalab tashlasa qumga o'xshaydi, qumga o'xshaydi. Shebengali, metpisokka o'xshaydi. Ham ixcham bo'lar edi. 25 tonna yuklash salkam. Endi xohlasa Germaniyaga borib tushiramiz inshaalloh. Через 300 метров на кольцевой развязке Ertaga используйте второй tushirsak, выезд. ertaga yana bitta yuk olamiz. Inshaalloh shu hatto shanba kunlari keyin mashinani topshiramiz endinga. Keyin uyga ketamiz, xudo xolasa. Inshaalloh Qurbon hayitga uyga borib, Qurbon hayitga o'zimiz mahalla, o'zimiz jamoat bilan o'qiymiz, xudo xolasa. Niyat qilib turibman shuna deb. Alloh yetkazsin. Используйте второй выезд. Ya Allah. Remont bo'lyapti ekan. Продолжайте ехать по дороге 10 километров.